Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz uy sharoitida gamburg tayyorlab ko'ramiz. Marhamat. Endi bu gamburg tayyorlaymiz. Nasib etsa, lekin ayrim gamburgchilarimiz meni yomon ko'rishi aniq. Kommentariylarga ko'ra sizlarga kim negativ yozgan bo'lsa, yani shu gamburg cho'q chiqadi. Boshladik. Birinchi navbatda gazning tiyini yog'amiz. Keyin bu yog'ni jiyirni solib o'zini eritamiz. Keyin mana tayyorlab qo'yibman to'g'rab. Limon sig'amiz, limon. Limonni siqdik. Tuxumlarni olib tashlaymiz. Bular achchiq bo'ladi, achchiq. Mana shu urug'larni olib tashlaymiz. Bizga yana kerak bo'ladi tuz, kerak tuz ozgina qo'shamiz. Pripravalar bor, azroq koriander bor, zira bor. Mana endi bu xudo aralashtiramiz. Uksus qo'shdik azroq. Tuz, kerak tuz, koriander, zira. Yana nima? Bir bosh limon siqib suvni davom etamiz. Hozir qovurish jarayonini boshlaymiz. Yog'imiz ham erib boshladi. Bu yog' nimaga kerak? Gamburgni nonni orasiga yog' yegisi kelgan odam yog' solib yeydi. Yegisi kelmagan solmaydi. Mana o'zida yog' bor bu. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi bu. Shuning uchun. Asosiy mana go'shtimiz 1 kilodan ziyodroq, necha 120 so'mdan go'sht oldik. 1 kilodan ziyodroq. 1 kilo 200 deb qo'ydik. Shundan chiqqan gamburgni mana ko'ramiz, xudo xolasa. Вообще arzon tushadi. Gamburgxonalarga borsangizlar 18 ming, 20 ming so'm kichkinagina aytib beradi. Buni ko'ramiz hozir, aytaman so'mda, xudo xolasa. Hozir bizga kerak bo'ladigan yog' ajralib chiqdi. Buni yog'imiz ham pishdi. Hozir olib qo'yamiz buni, keyin mana buni qovuramiz. Yani shu yog'da qovurib olamiz. Hozir buni olib qo'yamiz, xudo xolasa. Pishdi bu mayda. Kim yegisi kelsa, o'zi gamburg nonni ichine solib yuradi go'sht bilan birga. Buni qovuramiz hozir. Bu maydalarimiz pishdi, olib qo'yamiz endi buni. Hozir bu yog'imizni yaxshilab qizdiramiz, keyin go'shtni solamiz. Mana endi yog'imiz qizdi. Buni qovuramiz, xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim.
qalasa pişib turadi. Yarım saat davomida pishib turadi. Endi biz sous tayyorlaymiz. Bunga sous uchun bizga bir bosh chesnok, pomidor, achchiq qalampir kerak bo'ladi. Davom etamiz. Hozir achchiq ushlarni qalampir, achchiq qalampirni tuxumidan tozalab olsak, blend nima bo'ldi? Cho'pirda xudo xohlasa maydalab olamiz. 5-6 achchiq emas tamam bu. Yine achchiq olib ketdi deb o'ylamanglar. Burch achchiq emas. Bunları soğuyoruz. Soğuz tayyorlayapmiz. Soğuzga cho'pirda urib olamiz hozir xudo xohlasa. Ozgina tuz solamiz. Bo'ldi. Bismillah. Bo'ldi. Shunun o'zi bir kosa bo'ladi, bir lob kosa. Keyin qozonni ochib ko'ramiz. Vaqti bor edi sal. Pishib az qoldi xudo xolasa. Hozir shuncha bizga yana bir 10 minut vaqti bor. Nonlarni bo'lib olamiz. Nondan spesialni yaptirib oldik bozordan. Zakaznoy nonchilarga. Shunday bo'lamiz. Bir nondan 4 o'yin chiqaramiz. Endi keyin. Bir tikach ulug'im bo'ladi o'rta, bir tikach, boshqa tikach bo'lmaydi. Shunda yengil ochiladi mana. Ochiladi. Ansab ochiladi. Parçam bo'lib ochilib turaveradi. Okey. Ketdik. Biladi. Sinib qoldi bu. Hech qisi yo'q. Joyda pichoq ko'p. Davom etamiz. Loppu chiqqan loppu. Loppu deymi? Kim aytadi shuni? Loppu chiqqan nonlar. Yumshoq. Bizga hozircha bo'ladi. Xvatit. Kerak bo'lsa yana kezamiz. Nonlarni qo'yamiz. Beklab qo'yib turamiz, chunki qattiq qolishi mumkin. Qattiq qolmasligi uchun beklab qo'yamiz. Bo'lib qo'yamiz. Mana shu paketni. Qo'yib oz qoldi. Bu hidini ta'riflab berishim to'g'risi. Konkretlashim. Yağdı ham sovadik üstüne. Bo'ldi bu xudo xolasa tayyor bo'ldi. Yog' qissa bo'ldi ustundagi. Jir deymizmi, to'ngmay deymiz bizlarda. Nonimiz tayyor. Sot qo'yamiz.
Bo'ladi ana shu. Shundan ko'pi ko'p. Ko'pi ko'plik yetadi, to'g'ri. Ustosan bo'laveradi. Bir dana. Hozir video davomida ko'rsatamiz. Hozircha birini tayyorlab ko'rsatdim. Necha dana chiqqanidan aytaman. Tozalab turamiz. Ana shuni solib turibmiz, hammasini go'sht. Yana xohlasa bizga yana yetadi buguncha. Necha dana chiqqanini ko'ramiz, yana 5-6 chiqqanday bor go'shtimiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Üçünü yiyip hem koyduk arasında. 13 tane çıktı. Duvaynoydan 13 tane Duvaynoydan. Hemmege yakınlaştı he. Rahmet görgenleriniz için. Salamat olun.